Do'stlar, mana shu ko'rib turgan joylaringiz 8 yil oldin men tashkil qilgan fermer xo'jaligi. Bitta niyatimni, fikrimni aytib o'taman-da. Xullas, Braziliyada yoshligida yashagan joylaridan bir uzoq yillar o'tib qaytib kelib, o'rmonga qaytib kelgan xotin, o'rmon cho'lga aylanib ketganini ko'radi. Ular jurnalist bo'ladi, fotograf bo'ladi, xotin. O'sha cho'lga aylanib ketgan o'rmonni kesib, urushda kesib ketgan o'rmonni, bolaligimizdagi o'rmonni qaytaramiz deb bir aqliga sig'maydigan fikri bilan ish boshlaydi. O'shani rasmini ham qo'yib ketaman. Xullas, cho'lni shunchalik katta o'rmon qiladiki, millionlab daraxtlar ekib, yuzlab qushlar, hayvonlar, juda ham bir tropik hududga aylantirib yuboradi. Zaman 8 yilda mana shu ahvolga olib keldik. Hozir bu yerda ham agar diqqat qilsa, ancha qushlar, hayvonlar kelib yashayapti. Bu yer ham suv kelgancha, shu ahvolga kelgancha juda ancha yo'l o'tdi, 8 yil. Sizlar duo qilib tursalaringiz, niyatda bu ham mana shu yerlarni ham xuddi o'shanday qilish niyat bor.